Biz bolalar uyida katta bo'ldik. 4 ta eng yaqin do'stlar. Ota-onamiz bizni chaqaloqligimizda tashlab ketishgan. Ularni ko'rmaganmiz. Kunlar o'tgan sari turli insonlar kelib farzandlarini boqib olishardi, lekin bizda emas. Hozir yoshimiz 17da. Bir yildan keyin davlatimiz tomonidan bizga uy, qulay ish va turli yashash uchun yengilliklar berilardi. Lekin biz chiday olmadik. Chunki biz bu yerdan juda zerikkandik. Bir kun qaror qabul qildik va debdondan qochdik. Tut o'tiraylik. Qochishga qochdi, endi nima qilamiz, Bolalar bekor qildik, u balki qaytarmas. O'san tupoymisan? Sana hech kim majburlagani yo'q qochdi. Orsa yana bor o'sha bir devorchiga qaytishi mumkin. Lekin biz qaytmaymiz. Biz yosh bola emas, tushundingmi? Hop, nima qilamiz? Nima qilardik? Yotib uxlaymiz. Yo'q, yotib o'tiramiz. Ertaga kvartira topamiz. To'g'ri, uxlaylar. Mana, surilgin suril. Qoch. Mana kvartira. Yaxshi uxlaylar, sizlarni yaxshi ko'raman bolalar. Bitta o'qilan qo'y yuzidan. Keyin odat. Siyode. Bola turinglar. Turun. Turmaysanmi? Bola turinglar. Turun. Turmaysanmi? Ha. Jinnimisan? Maza qilding-ku. Ketdigini kvartira qidiramiz. Shuni? Assalomu alaykum. Yo'q, qo'ydimmi? Basharang yoqmadi shunga. E'lon bo'yish kelgandik, kvartira bor debsiz. O'shanga bola bilan kelgandik, opa. Men talabalarni ichariga qo'ymayman. Biz talaba emasmiz. Nima? Biz ishlaymiz har xil ishda. Prosta bitta viloyatdan kelganimiz uchun birga kvartirada turamiz dedik-da. Shunaqa. Yaxshi. Bo'lmasa kishi boshiga $100 berasizlar. Farqi yo'q, opa, olasiz $200 ham beraveramiz. Opa, o'zi oramizda eng ko'p oylik shunda biznikini qoplamaydi, opa. Biz 50 dan bersak bo'ladimi? Biz 50 dan beramiz, bu 100 dan beramiz, bo'ladimi? Bo'ladi, qachon kirasizlar? Hozir kiramiz. Yukinglar, kiyim-kechaginglar yo'qmi? Yo'q, o'zimiz kirsangiz bo'ldi, opa. Yaxshi, qilaring. Oylik to'lovchi. Opa, shuni oyda oxiriga qilib bersak bo'ladimi? Uzoq yo'ldan kelayotgandik, hozir oldimizda bir tiyin pul yo'q edi-da. Yaxshi, ishondim. Bolalar, xonalarni toza tutasizlar. Kechasi to'polon qilish yo'q. Svet, gazlarni o'chirib yurasizlar. Qo'shnini jahli yomon. Yana kvartiraga qizlar olib kelib yurmanglar. Yo'q. Opa, bizning kurgida unaqa bolalar yo'q, ha? Bolalar? Men yana kelib xabar olaman. Xabar. Mayli, yaxshi aytib oling, opa. Ha. Mayli, kit yo'qoting. Kvartira zo'r ekan, bolalar.
Chot kiygan-u, lekin shu qiz olib kirmaylar degan chaqaq bo'ldi-da. Kvartira zo'r ekan, bola. Chot kiygan-u, lekin shu qiz olib kirmaylar degan chaqaq bo'ldi-da. Men bilan xarizlar hazillashyapman-da. Bu bashariy kim qaraydi? Pul to'lasa ham qiyin. Jiddiylashlaring sal. Diddonni bekorga qochdingmi biz? Ertadan hamma ish topsin. Kvartirani pulini berishimiz kerak. Tushundilaringmi? Ovqat, qorin to'qlamaymiz. Xandeningni ko'rchi nima bor ekan? Qoch, sur. Yo'q ekanmi? Yo'q ekanda. Mayli. Ertaga pul topsang nimadir olib kelarmiz. Tashlandi Qo'rqmas o'limdan, hatto ham dardlardan Hayot endi bugunda ko'chilsin sinov tug'ilganidan beri bardosh kurash va harakat Qalbidan yildan yilga to'ladi nafrat Shior faqat, sabr toqat Bori yo'g'i cho'lga oqibat Ammo o'zi topmadi baxt va omad Mayli deb ishondi, baxt deb kurashdi O'z o'rnini topishga harakat qildi Ustida yurak tirishqoq va mard Armoni qalb ostida faqat bitta dard Aytingchi do'stlar, qani haqiqat, qani haqiqat Bolalik mazasini tatib ko'rmagan Ey xudo so'raganida sendan atigi bir faryod Oqibati tark etdi uni oxirgi najot Quvonch va mehrni faqat oq qora kinoda ko'rgan Kim deysizmi o'sha gunohsiz tashlandiq Yo'q ism, yo'q xotira Faqat beparvo yetimlarcha dardlar Olmasam. Omiya charchadim. Zavotiga ishga taklif etishadi. Oylik maosh. Ulim. Aka, больницаga boramiz, yuring. Burji chiqmang, faqat xarajatlaringizga ko'taraman, iltimos. Hech kimga qilmayman. Больница ham shart emas. Aka, turing, hozir ko'rib qolib burji qilib yuborishadi, turing. Zo'r narsa ekan, a? Nima? Zo'r narsa ekansiz deyman. Bo'ladi. Zo'r narsa ekan, a? Nima? Zo'r narsa ekansiz deyman. Nima? Sen jinnimisan? O'zing jinnisan. Qiz bola-yu, qiz bolaga kuchingiz yetdimi? Nima? Yaxshimisiz? Yaxshiga o'xshayapmanmi? Nima menga jahl qilasiz? Men sizga yordam bering deb so'radimmi? Soat 12 dan nima bor sizga? Ota-onangiz bilan o'tirsangiz bo'lmaydimi uyda mazza qilib? Ota-onam bo'lsa yer o'tirardim. To'xtang. Bo'yamani noto'g'ri tushundingiz. Xafa bo'lmang faqat. Qo'ylab gapirish kerak edi. Uy joyingiz bormi? Yo'q. Agar yashashga joyingiz bo'lmasa, ertalabgacha ko'chada yurasizmi? Yana boshqa nima qilaman? Agar noto'g'ri tushunmasangiz, menikida qolishingiz mumkin. Bitta xona beraman. Keyin kvartira topgach chiqib ketaverasiz. Kerak emas. Men sizni o'ylab gapiryapman. Kech bo'lganda ko'chada yurish yaxshi emas. Noto'g'ri tushunmang faqat meni. Ertaga kechgacha uy topaman. Ungacha siznikiga borib tursam bo'ladimi? Bo'ladi, ketdik. Akajon, men buni dori-darmoningizga ishlatarsiz. Yo'q, menga hech nima qilmadi. Yo'q, aka, to'xtang. Ola qoling. Bu narsangizga ishlatarsiz. Aka, ish qilib mendan davoyingiz yo'qmi? Yo'q, o'zim ham telefonda ish qidirib umuman yo'lga e'tibor bermayapman-da. Ish qidirib? Kecha qishloqdan keluvdik. O'shanga ish qidirib yurdim. Menda ish bor. Xohlasangiz ishlang. Qanaqa ish? Yaxshi ish. Oyligi ham yaxshigina. Faqat kechasi ishlaysiz-da. Uydagilaringiz indashmaydimi? Ana to'g'risini aytsam, ota-onam yo'q. Uzr aka. Bo'lmasam ertaga ko'rishamiz. Men bu
Telefon raqamim. Ertaga qo'ng'iroq qilsangiz, ko'rishib gaplashib olardik. Rahmat. Charchadik. Ko'ring. Ye, otash? Birinchi kunda bu kvartirani egasi mumkin emas dedi-yu. Qanike. Ko'ring. Ye. Otash? Birinchi kunda bu kvartirani egasi mumkin emas dedi-yu. Qisay. Men bu yerda qolmayman. Yo'q, sizga alohida xona bor. Uyga hech kim kirmaydi. Yuravering. Xush kelibsiz. O'sha yerda ko'rpacha bor. Yaxshi dam oling. Ha, kim bu? Birinchi kunda kvartira egasi haydab yubormasi? Ota-onasi yo'q ekan. Yashashga joy ekan. O'shanga olib keldim. Yaxshi qilibsan. Bozorga qilib keldilaringmi? Shohona hayotga xush kelibdilar. Nima bor ishga? Shohona rolt. Ularning salat yeb qo'yding-ku. Kirsam bo'ladimi? Kiravering. Buncha shu endi o'g'il bola o'zimiz ovqat qilishni ham bilmaymiz. O'shanga oz so'radib olib keldim. Mana. Rahmat. Siz bemalol dam olavering. Siz hech kim bezovta qilmaydi. Rahmat sizga. Yaxshi dam oling. Yotmalaring. Qisay uxlayapman. Ana qiz ketib olibdi zavtrak terlar. Hammasi uchun rahmat yozib ham qoldiribdi. Qo'ychi. Ha. Voy! 9 bo'ldi. Ishga borish kerak. Uyg'otan uni ham. Zato qara parasati bor ekan. Zavtrak terlab berib ketibdi. Mayli-da. Ha, siqilyapti. Yuragi og'riyaptimi yurak? Yur tuxumaymiz. Tuxumaydiganlar, ketdik. Men xatini o'qi istalikka. Qani oling. Hayzingiz bersin. Hamma shishiga. Alo, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Men Nodirman aka. Qaysi Nodir? Kecha mashinada urib yubordi-chi. Ha, bo'ldi, tanidim. Sizlarni? Ha, kecha ish bor dedingiz, o'shanga bormoqchi edim.
Bo'ldi, jigar hozir Telegramdan lokatsiya tashib yuboraman. Bo'ldi, xo'p. mayli. Kelinglar, mana marojnilar bor. Assalomu alaykum. Qanaqa marojni? Siz? Ha, yana men. Ertalab ketib qolgansiz, qarang. Ish qidirib chiqib ketdim. Hech qanaqa ish topmadim. O'shanga mabodo siz oldingizda ish yo'qmi? Oldimda bor ish, men bilan ishlasangiz bo'ladi. Kunlik pulimni yarmini beraman, bo'ladimi sizga? Mayli, roziman. Assalomu alaykum. Ye, jigar. Keling. Jigar, tuzumisiz? O'tira qoling. Jigar, xullas sizga ishi seryoznisi bor. Xo'p. Mana shularni tarqatasiz. Nima qilaman? Mana shularni Toshkentning har xil joylarga tarqatasiz. Olib ketadigan odamga lokatsiyasi bilan rasmini tashlab berasiz. Qiyin joyi yo'q. Nima bo'ldi, aka? Buni nimaligini bilmaysizmi? Hozir ko'rsataman sizga bir zo'r narsa. Qani jigar, buni tortingchi. Chuqurroq tortasiz. Olib ketmasdan faqat. O jigar, bu hali boshlanishi, bundan zo'rlarini ko'rasiz. Bugun 300 ming ishlaymiz. 200 ming sizga, 100 ming menga. Yo'q, o'rtasidan bo'lsin. 150 meniki, 150 sizniki. Qarang, naslarim, biz 4 ta o'g'il bolamiz, siz bitta qizsiz. Sizga ko'proq kerak deb o'ylayman. Oling. Rahmat. Aha. Yana bitta narsani so'rasam maylimi? Xonangiz bo'sh, yuravering. Ha, jigar, o'zingizga kelib qoldingizmi? Ha, Ertaga nima qilish kerakligini tushundingiz-a? ha, tushundim. Faqat ehtiyot bo'ling. Militsiyaga tushib qolsangiz, men yordam bera olmayman. Pulichi qancha berasiz? Pulidan xavotir olmang. Sizni xafa qilib qo'ymayman. Ha, jigar. Ananachi? Yomonsiz. Muammo yo'q. Bu ham bo'ladi. Pulni kelishdigunda. Mana shular. Ertaga kechqurun shahar tinchgandan keyin chiqing-a. Bo'ldi. Charchamang. Olinglar. Men yo'lman. Keldingmi? Yaxshimisilar? To'g'ri seni kutmoqchi edim, qorin yog'moqchida. Qalay ish topdingmi? Ha, topdim. Ana boyni uyda qo'rg'ul bo'lar ekanman endi. Ha, yaxshi. Bo'pti, bo'ldi, men ertaroq ishga borishim kerak. Uxlayman. Mana men ertaroq chiqmasam, ko'p sololmayman. Ha, yo'q. Qornim to'q. Voy, hali ovqatdan beryaptimi? Nodir? Ha? Ishga bormaysanmi? Aytdim senga kechqurun ishlayapman deb. Bo'pti, biz hammamiz tarqaldik, ishing yo'q. Ha. Tur yo'q. Xo'p dedim-ku,
Alo, Aziz jigar, yaxshimisiz? Ha, nima gap? Jigar. Sizda bir iltimos bor edi. Xo'sh. Mendagi dorilarning bittasini berib tura olasizmi? Zarur bo'lyapti-da jigar. Aytdim-ku, ishdan keyin ko'rsamiz. O'shanda beramanmi? Ay jigar, bera qoling. Zarur bo'lyapti-da. Bo'pti, jigarim, sizga faqat bittasini. Qolganlarni kechga ishga chiqib hal qiling. Bo'ldi, xo'p. Rahmat. Onasini ham odam shunaqa quliydimi? Ha, tinchlikmi? Ishga kech qoldim, qoch. Eshikni yopmasdan ketdi. Yo'q, ovqatlanamiz. Ketdik. Kiring. Nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni maqsadi bila olmadim, lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban, men jon oluvchi malakul mahkam. Bugun gunoh qildim, maqsadiga yetalanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim, o'zi gunohkor bo'ldim. Qalbim qoraydi o'z navbatida, ya umuman negizli isyonkor bo'ldim. Sabr toqat qil dedim, meni jonimni olma, yomon amalarimga aytay. Tazarrufda badanim shivirlar, jazo bor albatta. Yashadim g'aflatda, bu yovuz dunyoda. Nobud bo'ldim ya Robbana, isyon etdim yana. O'zimga zolim bo'ldim, meni kechir. Kechir ya Robbana, xato qildim yana. Nafsimga zolim bo'ldim, meni kechir. Olaykum. Qalay bo'ldi birinchi kuni? Yomon emas amalada. Problema chiqmadimi? Yo'q. Brat, menga anondan topaylik. Endi jigar har doim ham topib bera olmayman. Faqat zakaz qilganlarniki bor. Yo'q, aka, unaqa demang. Topishimiz kerak. Unda jigar qarang. Bitta zo'r tema bor. Ertaga ko'rishib gaplashib olsak, u yerda sizga anchaga yetadiganini topib bera olmayman. Davay aka, hozir boramiz, yuring. Yo'q, jigar, sabr qiling. Mazasi boshqacha bo'ladi. Ertaga obedda ko'rishamiz. Qolganini o'shda aytaman. Xo'p, jigar, charchadim. Aytgancha, pulingizni olib ketmaysizmi? Ertaga olaman. Ha, mayli. Xo'p, jigar, charchadim. Aytgancha, pulingizni olib ketmaysizmi? Ertaga olaman. Ha, mayli. Ha, polvon, hammasi joydami? Joyda. Mana kalit. Xonani ochib kirasiz. Stol tagida seyf turibdi. Seyf kodi 5953. Ochasiz, ichida o'ralgan. Olasiz, suramiz. Hozir bora. 100 tali jigar, 100 tali.
mani. Молодец, молодец qani. Mana bu sizga. Bu menga emasmidi? Buncha narsani nima qilasiz? O'lib qolmang. Dori kerak bo'lsa, o'zim sizga berib turaman. Rahmat. Bo'pti, men ketdim. Aytgancha, bugun ishga chiqasizmi? Albatta. Charchamang. Atrof nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim menga emas silkir. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonim. Tuzuk bo'ladi. Mana bu tuz zoti bo'ldi. Yo bittasi. Yo. Qarab tur. Horozing qara kech bo'ldi. Qo'lga qarama. Qarama. Tupoymisan-la, nima qilyapsan-la? Men sallaga yosh bola emasman. Agar aytganimni bajarmasalaring, ayab o'tirmayman bola. Aka to'g'risi nima haqida gapirasiz tushunmadik. Kuppa kunduzi men bo'lganlaring meni ofisimga kirib, meni narsamni olib chiqib ketgan. Menga uni olib chiqdim. Sallaga 2 kun muhlat. Agar 2 kunning ichida 1 kilo nashamni joyiga qo'yib qo'ymasalaring, ahvollaring chatoq. Tushundilaringmi? Ha, yana aytmoqchi. Militsiya qilib meni boshimni kashaga tiqmalaring, tushunarlimi? Yechmaligini. Isqat, shuni sen topgan ish, shu bo'lganligi. Hammasini to'g'rilayman. Nima to'g'rilaysan? Ha? Sendan nasarini olib ketib o'tdi. Nima qilamiz? Nima qilishim, bilmayman. Yo'lni qilishimiz kerak. Dorisini olib borib, nasarini qutqaramiz. Lekin Sen qisib o'tir, tushundingmi? Nima gapirma. Shunaqa ish qiladigan odam topishimiz kerak-da, o'shani sotib olishimiz kerak. Bo'ldi, nima bo'ldi? Sen tupoymisan? U senga nima? 1 kilo unmidi? Akalarni kirib kelishidan bilmading-ku qanchalik qimmatligini u narsani. Boshqa yo'limiz ham yo'q-da. Boramiz, va'da beramiz, qarz so'raymiz, kimnidir hayotini o'rtaga qo'yamiz. Lekin ularni qatdan topamiz. O'zini reklama qilmaydi-ku, mana bunaqa narsa sotaman deb. lakachachi boladan topsanglar bo'ladi. Kechqurun yukib yurganlardan. Ularning kattalarida aniq bo'ladi. Faqat shu kattalarga ketib borish kerak. Qatdan topamiz ularni? Chetlarda, tashlandiq joylarda yukib yurishadi. Ketdik. Yuringlar. Sen uyda qisib o'tir, tushundingmi? Nima aralashma.
Eliyor, eshikni qulab ketamiz. Atrof nega jimjit, nega bunday jimjit? Xuddi badanimda ruhim menga emas silkit. Farishtami jin yoki boshqa bir maxluq keladi yonimga kuniga nima ekan uni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga. Kimsan deganimda deydi javoban men jon oluvchi malakul maqman. Balki ertalab qilarmiz, kechishib qoldi-yu. To'poymisan? O shunaqa ishlashadi bular. Ko'taradi. Sen qilavergan, muncha minus gapirasan sen.